ikkita emas, 3 tani o'rniga bir dona zo'ridan baqaman deganlar bormi? Bu video aynan sizlar uchun. Videoni xotirjam o'tirib oxirigacha ko'rasiz, aka-ukalar. Bu yerda bitta emas, ikkita emas, naq bir 10 donadan ko'p, xudo xolasa, fermamizni oxirigacha narigi fermada ham bor. Aka-ukalar boqishga arziydigan, foyda qiladigan yetuk bo'g'ozlardan izlaganlar bo'lsa, bugun topdim deb hisoblayverasizlar. Xudo xolasa bugun tarovda bo'g'ozlar zo'rlaridan aka-ukalar faqat sut ishlayman, bolani ham zo'r bersin deganlarga xudo xolasa hammasi aka-ukalar yirik bo'g'ozlar. Pul yengil deganga pul yengili ham bor, xudo xolasa hamma bobidan, shunday bobidan hammani didiga ko'ngliga yoqadiganlardan aka-ukalar topib qo'ydim. Bugungi ko'rsatadiganimiz 6 dona, lekin fermamizda xudo xolasa ko'p aka-ukalar. Bemalol telefon qilib savdolarni qilaverasizlar. Bugun tugab qoldi, boshqa bo'ldi yo'q. Xudo xolasa hammaga yetadigan inshaalloh. Aka-ukalar yaxshilardan, sifatli zo'rlardan boqaman deganlar uchun bir donadan like bosib, podpishkada bo'lsanglar, shunaqangi yetuk, yirik bo'g'ozlardan ko'rsatishda davom etamiz aka-ukalar. Xo'p, Farg'ona viloyati Quvani deyarli sentrida Tursunali akamiz xudo xolasa mini fermasiga shunaqangi yangi partiyada yirik bo'g'ozlar kelib qolgan, xudo xolasa. Adashmasam 10 donadan ko'p. Endi hozirgi ko'rsatadiganimiz 6 dona asosiysi. Aka-ukalar, narigi tomondagilar ham sotiladi. Narigi fermada tuqqan sigirlarimiz ham bor. Bemalol bir kun ham kutolman deganlarga bunaqasidan ham bor aka-ukalar. Imkon qadar videomizni podpisa qilib, gruppalarga tarqatib qo'ysanglar, xudo xolasa izlab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ular uchun ham kerakli, foydali, manfaatli video qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Endi bu yog'ini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Hammasi yetuk bo'g'oz. Mana qora ola deganga, qorasdan deganga, tag oqlaridan, Qirg'iziston parovda manaqa buqadan qolishmaydigan aka-ukalar, adashmasam shu egizchi ikki tomondan ham qo'l tegadi. Yaxshi sifatli zo'rlardan. Xo'p, haligi nima deydi? Ko'p gapirgandan ko'ra aka-ukalar tezroq ishlaylik, tezroq ma'lumotlarni beraylik, xudo xolasa sizlarga tezroq taqdim qilaveraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dostonbek aka. Yaxshi tuzimsiz. Assalomu alaykum Doston o'z kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, hayvon boqaman deganlar, musofirlar, hammalarga assalomu alaykum. Bugun har doimgidek chiroyli, yaxshi yetuk bo'g'ozlarimizdan 6 donasini tavsiya qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa bugun aka yetuk zo'rlarni qildik. Kichkinalardan ham, o'rtachalardan ham hammasidan bor. Endi zo'rlarini xudo xolasa hali moling bormasa bor deydiganlardan 6 boshini ko'rsatamiz. Narx-navolar shu doimgidek aytganimizdaqa muhim emas. Aytilgan narxlar muhim emas. Hammasini narxlarini kelishtirib zo'r qilib beramiz. Dastavka Farg'ona vodiy bo'yicha bo'ylab bizni bo'ynimizda. Xudo xolasa shu sizni, bizning mehnatimizni doimgidek obunachilardan shu bitta havas qildim. Havas qilgan bo'lsa havas qildim desa bitta like bosib qo'ysin. Yurish-turishlarni, ma'lumotlarni to'liq qilib beramiz. Endi bitta bir 13-15 bosh molimiz bor. Mana shu 6 tasini ko'rsatamiz. Bu yoqda yangi tuqqanimiz bor, novoz bolalik. Sigir bo'g'oz bizda xudo xolasa doim bo'ladi. Shu video cho'zilib ketmasin deb ozgina qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa narxlarni yo'lga qo'yib beramiz. Keyin bu narsani aytib qo'yay, gap kelganda. Akalar, bu YouTube'da bozori shunaqa narsaki, 1 soat 2 soatlik bozor. Bir-ikki shunaqa hijolatli narsa bo'lib qoldi. Sotildi dedik, sotib baraka qilib qo'yib, zaklat bo'lmasdan boshqa bo'lib 5-6 soatdan keyin yo bir kundan keyin pulim bo'lmay qoldi, ololmay qoldim degan narsa gaplar bo'lyapti. U bozorimiz o'tib qoladi. Endi biz bunaqani hisobini olib turib, ikkita odamga baraka qilib qo'ysak, nomard ish bo'lib qoladi. O'shuning uchun videoni xotirjam ko'rib, mollarni hamma ma'lumotlarini bilib, telefon qilishsin, hisoblari chiqqan molga telefon qilishsin, gap so'z yo'q, aytganimizga yetkazib olib beramiz. Shu kungacha birorta odamdan xudo xolasa yomon jalba bo'lmadi. Masalan, men kommentariyada ham siz o'zingizga ham. Xudo xolasa bunaqa narsa bo'lmaydi. Narx-navolari ham aytilgan gap muhim emas. Mol yoqsa, chiroyli qilib yetkazib olib beramiz. Gap yo'q. Endi Tursunali aka bundayda, bozorda qo'lingizni ushlab, siltab ashada savdo qilish boshqa. Endi bu YouTube'da, internetda, onlaynda o'zi aslida olish ham oson emas. To'g'ri. Sotish ham oson emas. Endi qo'lni berib baraka qilgani shu 200 mingmi, 500 mingmi, 1 millionmi, 5 millionmi shu zaklat aka. Shu. Endi mollarimiz masalan tishlarini, bo'y-bastlarini hamma yo'g'ini chiroyli qilib to'shni ko'rsatib beryapmiz. Masalan, metrlab bo'lsa kerak bo'lsa metr bilan o'lchab beryapmiz. Hali aytsa borsa mol kichkina bo'lib qolmaydi yo katta bo'lib qolmaydi.
oy kunlari ham hamma yo'g'i javob beriladigan darajada xudo xolasa. Qaysi tomondan? Mana shu bir boshdan kelaveramiz. 5 ta katta molimiz bor, bitta kichkina bonusimiz bor. Aha. Xudo xolasa hamma yo'qlarning ma'lumotlarini beramiz. Hop, bu Ashtixonajin aka. Bo'ladi. Bo'ylari 1.20 plus minus edi mana. Aha, 1.21 ga olishaveradi. Kishi 6 ta, 8-inchisi endi yetkazadi buni. Endi. Orqalariga ikkinchi qoringa lekin karotkasi ham hamma yo'g'i shu katta mollarimizni bir urib kichraytirib qo'ygani. Chandirlik, hamma yo'g'i kelishgan. Etovoshi, sifati bu Qirg'izdan o'tgan. Qirg'iz Sparoda. Ularda qirg'iz birkalari bor. Hop, yosh degani yana bitta yoshimiz ham bor. Bugun mollarimiz ancha yirik mollar aka. Gap yo'q. Mana, shu yerda akalar. Aka bo'yi 1.33. 1.35 ekan, 1.33 ga olaversin. Aha. Ko'chat deganlarga. 4 dona tishi bor, ikkinchi qoringa. O'ta uzun gazli bol. Mana men bo'yim 1.75 atrofida. Ko'rinib turibdi qanaqa yirikligi. Eniga ham bo'yiga ham uzun mol. Xo'p, ma'lumotlar aka, bunimiz birinchimiz 6,5-7 oylik orasida. Ikkinchi qorin qirg'iz parodamiz 8 oydan oshgan. 8 oydan oshgan. Eng kechkisi shu narigi. Eng kechkisi shu qolgani 1 oyda ichida pasti oy tug'ib 1 oyda tug'adigan mollar. Xo'p, uchinchimiz polvonimiz. Bunimiz ham bo'yi 1.30. 4 son narsa. 4 son. Qirg'izdan o'tgan. Qirg'iz shaqi hamma yo'g'i kelishgan. Ularga bitta ahamiyat beringlar. Karotkalari o'ta joyida. Hozir tepalaridan ham. Oyoqlari ham polvon. Tishlari lapak 8 ta. Haqiqiy 3-qoringa. O'ta yuvosh narsa. Xo'p, 4-inchimiz ham qirg'iz shved tapalag'idan. Qorni o'ta katta. Bunimiz oy kirgan. 15 kun 20 kunligiga qolgan. Buni ham tishlari zo'r aka. O'ta chandirli mol. Mollarimiz hammasi aka yuvosh. Endi bu idish to'ldirishni boshladi. O'zi ko'rgan odam biladi, molni tushungan odam. 15 kun 20 kun 15 kun 20 kun bu yoqda tug'adi xudo xolasa. Bu oppo'g'oychi bu. Oqmal akamiz o'ta gigantadan. Aytjanor. 1.37. Xohlagan 35 ga olsin, xohlagan 37 ga. Termani mollaridan ekan aka. Nasrliklardan. Janob, buni ham tishlari shikalat aka. Yaxshi. Bolta tishi. O'ta uzun, o'ta gigant mol. Oq yelim, oq tutik, chandirlari zo'r. Sut yo'nalishida aka sut tomirigacha borib bo'ldi xudo xolasa. Tagida. Endi oqmalikiga jup qora malikamiz. Bo'yinni qarang, belni qarang. Qora qilib olishsin-da, xolasa. Janovorni qarang, turishini qarang. Gap yo'q. Ot. Imkon bo'lsa juplab olinglar, donalab olsanglar ham aka-ukalar 300 ming. Aka 1.40, 1.37. Janob. Tishlari shikalat 8 ga lapakka aka. Buni sigirimiz-a? U sigirimiz 1 kunlik bo'ldi. Mana bolasi bu yoqqa o'tibdi, Novos Estoncha. Ko'rsatib beraymi buni ham? Ko'rsatib qo'ying aka. 3-qoringa. Qarang buni. Idishi zo'r hisobda. Idishi zo'r, suti ham zo'r xudo xolasa. 6-7 litr sog'ib oldik bir mahaldan. Oq yelim, oq tutik. Qiziqqanlar narxi qancha buni? Buni bahosi 38 millionga. 38 million beramiz. Bolasi Novos. Necha litr sutga beramiz uni? 12 taga olishaversin, 3 kun 4 kun qarab o'qisa 15 taga sut bemalol chiqadi xudo xolasa. Aka ko'paytirishning imkoni bor uni. To'g'rimi aka? Yangi narsa xudo. Bir kunlik narsa bu. Suti hali kelgan yo'q bu molda. Aka bo'lmasa tashqariga olib chiqinglar. Bu yetishlarga sotib beramiz. Mana aka. Birinchi go'zalligini qarang buni aka. Yerga yaqin ana. Yerga yaqin tapalaq yosh ko'chat. Bo'yi 1.20. Foyda qilaman deganlar bo'lsa mana. Qandillari ham zo'r. Endi hali birinchi tug'ma. Nima deysiz? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Birinchi tug'ma hali 3 oylik bo'g'oz olmasini shuni puliga qilib beray. Gap yo'q. Mana. O'ta go'zali. Mana qarang. O'galari ham bor ekan aka buni. Zo'r. Oyoq qo'llari chaqqon. Yugurib yelib xizmat qiladigan aka.
Aka-ukalar ozgina kasal bo'lib qoldim. Endi ora-sirada yo'talib tursam xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, aka. Hasa gapni bo'lib mashina ham o'tyapti. O'tib olaversinlar bo'lmasa. Endi bo'ldi. O'tib olaversin. Xo'p, yurish-turishlari yaxshi, xudo xolasa. Aka-ukalar endi shunaqa yo'li bo'yidamizda. Iloji yo'q. Aka, narxini aytaylik endi buni. 6,5 oylik dedingmi? 6,5-7 oylik. Aha. Bahosi 24 million aka. 24 million. Ana xonajinlar ham shu narxda qo'yilyapti. Aka, bugun bitta xunajin chiqardim. Aha. Agar bitta so'rayman, agar xo'p desangiz aka, Xo'p, shu xunajinni puliga beraman dedingiz-da. xo'p. Endi hali kelishyapti demasin, o'zi shu yildan chiqadi. Bitta tushuncha aka. Aka, bayotishga birinchi sizga o'zi bomba qilaman har safar. Aha. 23 million. 23 million. Kami bor. Vodiy bo'yicha dastavkasi. Xohlasangiz shuni videosini ham chiqarib qo'yaman aka. 22 million so'mga qo'ydim aka. Xunajinga laf ketdimi? Sotdim baraka. Mana aka. Sotdim baraka. Xunajinni puliga. Bu idishini qarang buni. 6,5 Chandirini idishini qarang buni. Idishlari hamma yo'g'i yaxshi. Muhimi yosh. 8 yilmi, 10 yilmi, 15 yilmi o'ylanmaysizlar aka-ukalar. Qirg'izdan o'tgan, xudo xolasa Qirg'izdan qochgan bo'lsa, 1 yilda bolasi o'zidan katta bola beradi bu. Xudo xolasa. Gap yo'q. Negadir tikon yoqar, kimlardir gul shaydasi. Bu ham yoshidan 4 dona tishi bor. Tikonmi, atirgulmi aka? Atirgul. Atirgul. Nilufar gul. Mana qarang. Kiyikni qarang, kiyikni aka. Gap yo'q. Bu ham Qirg'iziston paroda. Qirg'iziston paroda. Mana. Sifatiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Chandirlarni qarang, ikkinchi qoringa chandirni qarang aka buni. Yurish-turishlari, oyoq-qo'llari sifatiga bitta baho berib qo'yasiz. Bo'yi 1.30 chiqdimi buni qancha chiqdi? O'ta olib tegin. 1.30 baratda. Turuvdi qarang janovorni. Hamma yo'g'i kelishgan nima nuqsoni bor aka? Gap yo'q. Yoshi, shaqi, idishi hamma yo'g'i joyida. Yurish-turishlari, oyoq-qo'llari sog'lom aka-ukalar. Xo'p. 8 oyga to'lgan dedik. 8 oydan o'tgan. 1 oy mehnat Bola pastga tushgan, katta tegyapti, pastda bola. Gap yo'q. Molni tushunadigan odamlar bo'lsa kelib, hamma mollarimizni ko'rib olaveradi. Usmon aka endi narxini ayting aka. Yaqin bahosi xo'p bo'ladi aka. 33 million aka. 33 million. Qani xayri bor. Qani xayri bor aka. Qamini ham aytingchi aka. Ana 500 ming o'tib berdi mana. 500 ming. Endi har safar 500 ming ko'paytyapti-kan deb yana kelishyapti demasdan, achchig'ingizdan yana 500 o'tdingiz aka. 32 bo'lib qoladi-da unda aka. Nima deysiz aka? Gap yo'q aka. Siz gapingiz yerda qolgizmaymiz. Mana akalar. Mol arziydimi yo'qmi bitta aytib qo'ying lekin aka. Xudo xolasa arziydi. Lekin mana shu molim boziga arziydi. Mana shu molim 20 molga tushunmaydigan odamga yarim puliga bersangiz ham aka. To'ppa-to'g'ri. Mana shu mol 20 kun tursa 35 millionga bermayman. Mana. Ya. Idish ozgina to'lib qolsa. Aloqaga chiqinglar, aytilgan narxlar muhim emas. 32 millionga vodiy bo'ylab dastavkalar ichida uylargacha yetib boradi aka-ukalar. Xudo xolasa bugun faqat zo'rlari. Faqat zo'rlarining. Benuqson, kamchiliksiz zo'rlari. Mana. Yerigidan. Polvonidan, to'rsonidan aka-ukalar. Bitta molini kamchiligini topib berishgan odam bitta mol deydilar, ochib ketaveradi. Mana bitta xuniga ekan desin. Aka, nuqson topadigan odam topadi. Mana qarang. 4 son. Oyoqlarining baquvvatligini qarang. Mana aka. Sifati yaxshi, xudo xolasa bo'ladiganlar. Akalar bitta havas qilib like bosib oladigan joyi. Emblemalari ham. Bu ham Qirg'iziston paroda. Bu ham Qirg'iziston paroda. Bunisi ham. Toza Qirg'iz. Toza Qirg'iziston paroda aka-ukalar. Mana taglari mana. Xudo xolasa. Mana laboni ham qo'shib yuboramiz, mana shu laboni ham. To'ri putaylari 4 joyda. Xudo xolasa. Ketib olsin mashina. Sizga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Aka-ukalar, ma'lumotlarni aytib, xudo xolasa. Faqat boqish kerak bo'ldi. Ha janob. Ozgina mehnat qolgan. 1 oylik mehnat qolgan. 1 oylik, 8,5 oylik. Endi puli ham shunga yarasha bo'ladi. Puli ham xudo xolasa yengil aka. Molga arziydigan bahoda xudo xolasa hammasi. Lekin kuzatayotganlar biladi. Bozorlarda ham bunaqa mollar topish ancha muammo. Odamlar ham farqiga bilib qoldi. To'ppa-to'g'ri 5-6 so'mga qaramasdan hamma yaxshiga intilyapti aka. Sababi oldingidaqa yangi mashina olib 2 yildan keyin ham foyda qiladigan paytlar o'tdi. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi aka? Endi yaxshi mol olyapti. 1 yil 2 yildan keyin foyda qilib sotyapti. To'g'ri. Bolasidan masalan ovoz chiqib qolsa, shu bolasidan shu mol puli chiqib ketyapti 1 yilda. Gap yo'q. Hammasi endi o'zini hosiliga qarab. Aka, pulini ayting. Pulini aytaman, so'ramaydigan qilib aytaman. Qani? 35,5 million xayri bor.
35,5 million. Xayri bor. Xayri bor. Xayrini ham ayting bo'lmasam aka. Xayrini men obunachilarga aytaman degdim-da. Mana. Aka yana bitta. So'ramaydigan qilib 35 millionga ketdi aka. 35 million. Vodiy bo'yicha. Akalar, kami bor. Akalar, mollarimiz xohlasalik maqtaydigan mollar. Ko'rgan odam o'zi bilib oladi. Hali ortiqcha gap so'z qilib gapirishimiz keragi yo'q. E'tibosh to'la narsa ekan aka. Xudo xolasa rost ekaniga bir g'ubor kamchiligi yo'q bu mollarda. Mana yuvoshligi aka. Bolani ham bersin, xudo xolasa bir 60-70 kilolik bersin, zo'ridan, katta yerigidan novvos bersin akalar. Olgan odam baraka topaversin, xudo xolasa. Xohlasam yuraman deyapti-ku aka. Endi buni kuni kirib qoldi. O'zini ayashda boshladi janob. Ya. O nima deyapti uni aka? Shu janob. Idishlari, boklari. Janob. O'zi ham 10-raqam aka. 10-raqam. Bahosi ham 10, 1dan 10 gacha baho berishaveradi. O'ziga qarab berishaveradi bahoni. Bahosi ham 10. Joni sog' bo'lgan. Molni mol bilan solishtirib bo'lmaydi deydi. Oddiy. Bundan oldingi molim bilan bundan keyingi mol mana. Farqi bor-ku. Farqi bor. Yana hammani didi ham to'ppa to'g'ri. Abi noziklarga mana. Yerga yaqin tapalag'idan. Ya. 3-qoringa go'zali. 3-qoringa. Yurish turishlari, oyoq qo'llari sog'lomligiga gap yo'q, xudo xolasa akalar. Boqish kerak, foyda qilish kerak. Shu 10 kun 15 kun boqadi bo'ldi. Buni qarang, yuvoshligini qarang, bu janavordi. 4 ta joyda oq elan, oq tutek. Bu eng qizig'i aka, bularni 40 ushlab qoladiganlar, bular xudo xolasa. O'ylanmasdan qo'yadi, bo'g'ozligi ham xudo xolasa tayin bo'laveradi. Keyin hali katta gapirishib bu mollarni tug'dirgandan keyin 15 ta sut olgan odam molni boqolmayapman deyaveradi. Hali idish soli to'ldirgan yo'q. Oyog'ini orasiga sig'may qoladi bularni idish. Aka necha pul aytamiz endi bunga? Aka bitta gapiramiz, kesamiz, uzul kesil. Bu bitta. 36 million aka. 36 million. 38 million, 40 million qo'yilyapti mana shu bo'g'ozlar. Ko'ryapsiz o'zingizdan. Maqsad sotish. 36 million xayri bor aka. 36 million kabi xayri bor. Juk qilib olganga qayergacha qilib beramiz aka? Toshkentgacha ketdi. Toshkentgacha ketdi. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Aka-ukalar mana. Olinglar, foyda qilinglar, xudo xolasa. Aytilgan narsalar muhim emas, muhimi siz bizga yoqsin. Kelishiladigan joyi bor. Yurish tushlar. Hoji akalar qattasizlar mana, sizlarga keldi. Oppoqoyidan. Oppoqodan, oq karabilidan. Gap. Mana. Oppoqoyidan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Zo'ri shunchalik bo'ladi. Mana akalar. Oq karabilidan. Zo'ridan deganga, xudo xolasa zo'ridan ham yurgizavering aka. Mana, yurish tushlari, oyoq qo'llari sog'lom. Endi yo'lni bo'yida so'rashlar akalar. Xudo xolasa. Aka necha kunligi qoldi buni? 15 kunligi. 15 kunlik. 15 kun 20 kunga qolmaydi. 20 kun mehnatini qiladi. Quymishlari pastlab qoldi. Xudo xolasa, maşallah. Janavor. Hosil beradigan joyini qaranglar. Tomirlarga. Kindigacha sut aka. Mana. Shu dumdi taydan boshlab o'zi qoringizni keladigan. Go'zalligini qarang. Xudo xolasa. Xo'p, aka-ukalar mana. Haqiqiy 2-3 tani o'rniga bitta boqib hosilni olaman deganlar uchun mana. Ishonarga nima deymiz endi aka, narxini? Xo'p. Narxi ham o'ziga chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli. Aka, to'g'risi mana shu molni 40 million aytmoqchi edim. Arziydigan mol. 39 million xayri bor aka. 39 million. Kami xayri bor. Kami xayri bor. Telefon qilinaveradi. Endi hali so'rashini kerak yo'q, bu narsalarga o'zi tushib berasiz. Chiroyli qilib qo'yaraman, xohlasa. Janavor, qarang buni. Ot. Hech yurginchi oldiga. Ot. Mana. Zo'ri bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Tushlari, oyoq qo'llari, sog'lomligi o'ta go'zal. Xudo xolasa, bo'ylari ham shunga yarasha. 39 million kami xayri bor, xudo xolasa, uylargacha yetib boradi. 2 dona olaman deganga Toshkentgacha ketaveradi aka. Juk qilib dafsatkalarni qilib beramiz. Gap so'z yo'q. Mana. Aka-ukalar bunaqasi har doim ham kelavermaydi. Endi bunaqasi bo'lmaydi desam yolg'on bo'ladi, har doim ham kelavermaydi. O'zimizga ham kelsa bir 2 oy 3 oyda bir kelib qoladi bunaqalardan. Zo'r. Hoji aka degan joydan bu ham. Hozirgina qora rang. Qora rangida. Gap yo'q. Hay canım. Mana. Turuvdi qarang, undagi turuvdi. Xudo xolasa yaxshi.
Molni go'zali. Korobka shu anguslarning korobkasini beradi. Choqli varianti. Uch-tushlari, oyoq qo'llari sog'lom. Hajjanavar. Yaxshi boshda. Haj. O'ta polvon edi. Ana. Bo'lmaydi bosmasa, umuman bo'lmaydi. O, nari. Ichi qoralik bo'lib qoladi bunga haj bosmasa. Uni tillovuzdan ko'rinib qoldi ana. Tillovuzni taniganlar lakni bosib qo'yasizlar. Gap yo'q. Xo'p, aka, bir oylik yab-yag'da mehnat qoldi. Xudo xolasa. Uni qarang. Hajjanavar. To'xta. To'xta. Aka, bu ate quvlatyapsiz. Yo'q. deyapti. Bu janovarni qarang buni. Sog'lomligi mana. Sinab ko'ryapsiz u. Yurkat ol. Aka, pulini aytmasangiz zatasib qo'yadi. Bo'ldi. Nima deymiz aka? Aka, bahosi 40 million kami bor aka. 40 million. Xayri bor. Hozir yangi juplab olsa aka, o jup 39 dan ketaveradi. 39 ga ketdi jupa. Ana aka. Endi haligi maqtasam ham mana shu mol. Maqtasam ham mana shu mol. Mana shu katta mol. Boriga baho berib olasiz. Gap. Bahoni berilaveradi. Bitta olib kelamizda. Xudo xolasa. Olgan ma'lumotlarni beraveramiz. Ana akalar. Ichkariga olib kirdik, joyladik, xudo xolasa. Aytib o'tganimizdek, bir 15 ga yaqin 10 tadan oshiq mol bor. Sigir deganga sigir ham bor, xudo xolasa bir 10 litrdan oshiq 15 litrgacha sut beradigani. Bundan tashqari yana bor. Bemalol mana ekranda nomerlar, Husnal akam nomeri, xudo xolasa telefon qilib savdolarni qilaverasiz. Xudo xolasa bugun gigantlarni qo'ydik, zo'rlarini. Puli yangiroq bo'lsin deganlarga doim mollarimiz bor. Xo'p, akalar, ukalar, gaplarimizda so'zlarimizda xato bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videoni mana shu joygacha o'tkazmasdan ko'rgan, vaqtini ketkazgan akalar, vaqtlarga rozi bo'ldilar, Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni xonadonimizda, fermamizda, molxonamizda mana shunaqa mollardan nasib qilsin. Topganimizga hammaga Alloh baraka bersin, g'oyibidan halol pokidan bersin. Shu mehnatimiz ozgina like, yaxshi tilak bilan havas qildim yo boshqa deb izohlarda yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa faqat zo'rlar dostonimizga yetuk bo'g'ozlarni, sigirlarni, zo'rlarni yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bugunga shular, ha aka? Bugunga shular, xudo xolasa. Akalar, ketgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar, joninglar sog' bo'lsin. Bir hafta savol javob bor, bemalol telefon qilaverasizlar.